Umurtqa lordozi va oyoq tizzasidan pasti o'sha shaklga tekis qila olasizlarmi? Конечно, diagnostika qilganda o'sha aynan lordoza nima berayotgani bu ko'pincha holatda o'sha displaziya deydi. Displaziyani hisobiga umurtqa pog'onasi notiqligi hisobiga kelayotgan jarayon yoki rahitda asoratlari bo'lishi mumkin. Diagnostika qilganda umumiy diagnostika qildirsangiz xohlasangiz bo'ladi. O'sha to'rchi infeksiya virus bakteriyalarda stafilokokk, streptokokk formasimi, zolotistый stafilokokkmi, cerebristimi, skrytniy techeniyada kechayotgan tanzilit, rahitda berayotganimi, aynan o'sha revmatizmni beradigan formasimi qaysi birligini bilgandan keyin shunga qarab keltirib chiqaruvchisini olib tashlab, undan keyin mikroelementarizatsiyasini holatiga qarab turib, o'sha kalsiy D'larni berish orqali organizmga massajlar amalga oshirib